Xo'p, mana 2-aprel 2025-yil. Nimani? Xo'p, ana mishalkamiz. Ana bu kaminani o'zlari assalomu alaykum hammaga. Xo'p. Haftani muborak chorshanba kuni. Xo'sh, 2025-yil 2-aprel haftani muborak chorshanba kuni o'tiribmiz. Xo'sh. Mana padushkani bo'ldik, o'g'aynilar. Xo'p. Anani apalovkani qo'tirdik. Xudo xohlasa mana shu 1 metr balandlikka turibdi apalovka. Lekin biza nasib biza 70 sm qo'yamiz endi padushkani ustidan beton balandligi mana. Xo'sh. Ana apalovkamiz hozircha qo'tirilish jarayoni. Xo'sh, Jamshidjo mana shunday ishlar. 2 dona quloqchi qo'rgan biza, ana mishalkamiz. Qoraykon. Mana joyimiz misoli jannat. Ana archalar bu hamma sharoit bu, gullar bu. Ana bu sement. Ana bu g'altakka lekin shopir topilmayapti o'g'aynilar. Kecha bitta ikkita shopirlar bordi. Ular qaradim, yengil bo'lsa hammasi o'zini g'altakka uradi. Og'ir bo'lsa sekin panaga uradi. Shunaqa bilmayman nima qilishga men garangman. Xo'sh. Sizlarga unga nima qilish mumkin ko'rsanglar bir kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Xo'sh, o'zini yengilga urib og'irdan qo'shaykunlar. Nima deydi? Yengil usta og'ir taydami yo og'ir tayda yengil ustami nima deydi? Shunaqa nima qilaykunlar bu? Xo'p, mana shu yerda bir imoratni boshladik. Xudo xolasa baholi qudrat ketamiz asta-asta. Xo'p, hammalar bizani paddeshga qilib turinglar o'g'aynilar. Like bosmasangizlar mayli farqi yo'q. Sizga ham Ilhomboy addenli ketadi sizga agar borsa ko'rasiz. Sizga ham xo'sh, ishlaringiz qanday bo'lib jo'razon Ilhomboy? Ko'p aytiribsiz bolani? Mayli. Mana. Nasibsa kelasi yillarga sizdan muratingizni boshlaymizmi yo shu yilmi? Ilhomboy aka, mayli sog' bo'ling, salomat bo'ling. Davay.